Bemorlarimiz bizga qabulga kelgan vaqtlarida mana konsultatsiya qilishadi, undan keyin qorin bo'shlig'i a'zolari UZIsi va endoskopiya, ya'ni zond tutishadi, qon analizlari topshirishadi va har bitta tekshiruv xulosasi chiqqandan keyin ularga kurs lecheniya yozilish vaqtida xulosalarda mana shu UZI, zond xulosalarida masalan UZIda xronический xolesistit, ya'ni surunkali xolesistit, reaktiv pankreatit, jigarning yog'li gepatozi 1-, 2-, 3 darajasi, zond tahlilida esa natijasida reflюкс эзофагит, недостаточность функций кардия 1, 2, 3 степени, shunga o'xshagan holatlarni, ya'ni bir-biriga o'xshamagan xulosalarni ko'rishgandan so'ng va ularga tekshiruv natijalariga asoslanib kurs lecheniya yozilayotgan vaqtda bemorlarning asosiy so'raydigan savoli: manda tashxis qanday ekan? UZIga qarasam xronический xolesistit deydi, bunga qarasam reflюкс эзофагит yoki chandiqlanishdan so'nggi jarayon deydi 12 barmoq eshakda. Manda asosiy shikoyatim sababi nima deyishadi. Bu savolga bizdagi javob: oshqozon-ichak sistemasi bu bitta butun sistema. Har bitta organga xos bo'lgan jarayonlar birma-bir tekshiruvlar davomida to'ldirib boriladi va общий kurs lecheniya yoziladi. Ya'ni sizdagi kelib chiqqan jarayonni asosiy sababi bu faqat reflюкс